Yangshan ko'ldagi 108 azmat hammasi Batur azmat palvonlarmi. Oldin qitimliq so'pinda men Xavxan bilan Yingshungning o'tirib farq va. Mani Yangshan Xavxan dedik, lekin sen go'yo Yingshung dedik degan. Unda o'z farqini bu degan to'g'ri. Unosiga bu Xavxanning bu 108 ning hammasi Xavxan emaslarcha. Masalan, Sunjangni, Sungdanish og'imizni hozir Xavxan desam, Batur azmat desam, hammanglarni tillab va hargini chiqaryapsizlar. Shunami? Ondan sonra Liangshan kül nuqtasidan bir qarab baqayli. Bularning qilgan ish izlari qahramonlikqa, Xavxan Yingshunglikqa kiramdi. Bular Zongtu shahriga hujum qilgan vaqtingizda nima ish hujum qildi? Bu qizilchashli yutangni akagan heliqi shirmat etini tatib olganligi uchun bularga chidamay, mening narsamni yebsi deb urush qilibadi. Keyin Chogay Shibongning o'qini yegashga 3 ni qilibadi. Demek Zongtu şehri bilan bo'lgan jang hargizmi bir qahramonlik uchun bo'lgan jang emas. Endi Jujamat qo'riqi hujum qilgan vaqtki jangni o'ylab baqaylik. Bu vaqtning o'zida Nag'ir bir Shijan bularning eliqi tuğsini, xo'razni o'ltirib yevag'ashqa o'g'irlab, bularni tutuvag'ashqa bu o'zin nami Yangshan Batur azimti deb atuvag'ashqa Sunjanglar berib tutqazdi. Demak, bu jangmi yo'lsizlik bilan boshlangan bir jang. Gautan qaymog'i hujum qilgan vaqtning o'zida qarsak, Chaydin hazratini tutvagan va Lut o'ramni zindonga tashlab qolsanmoqchi bo'lganligi uchun bular hujum qildi. Demak, Yangshan Baturlarning bu janglari qarab qo'yinglar. Qaysi bir jangni bular haqqoniyat uchun, qahramonlik uchun, ya'ni xalqning beshiga kelgan ma'ofatni yo'qitili, mayat ziyonkashlar vaka buni yo'qitili, mayat parxor amaldorlar vaka buni jazolayli deb qilmoqda. Hech qaysi jangni bundaq ish uchun qilib baqqan jang yo'q vallahi bularning. Tafsili xiyol qilib qo'yinglar. Aksicha har qitimliq jangda shu joydagi xalq qurollar bir talay baloyofatga ziyon uchrayotdi, o't qo'yib, bulab bularning oshiqlarini akitdi, uy makonlaridan ayrildi bular. Mushlar qahramon bilanda qor jamiyat bu. Sen mening aytimni yebsan, urma, sen mening advimni uribsan, meni beribsan, urma. Shundaq-ku, Nag'ir bir Shijan o'g'irlik qismi. Shijin o't qo'yibasmi? Lutoram Chaydin hazratlar aksiyat yo'q qo'psimi? Sen tutsang, sen jazo olsang bo'lmaydi. Sening unda qilishing haqqing yo'q. Mening odam o'g'rilsin to'g'ri, o't qo'ysin to'g'ri, sen qarshi chiqsin to'g'ri. Sen bularni xato aytgansan, berib seni urmay deb atadi. Mashaqqatniyatmi? Mash odillikmi? Mash mardlikmi? Ba'zilar qarqin Likuyni Xavxan deydi. Likuy qarab qo'yinglar, Liangshan ko'liga chiqish uchun Sunjangni qutuldirgan vaqtingizda oldida uchirgan gunohsiz puhra o kichik bolalardan tortib chalab o'ltiribdi. Likuy bir cho'ng qotil amaliyotda ko'zini talvilacha adam o'ltirdigan. Bekor qarq o'ynata olmaydi xalqning orasida bu. Endi Wang Petak yo'lbos qarab baqli, bu degan o'ta bosqinchig'i xalqning xotin qizlarni akilib askilik qildigan shunday bir nima maxsus odamning yurgin yeydigan qonxo'r mau. O'ylab qo'yinglar, Sunjangning yurgin yeyotqil tash qoldi-ku. Mosh Xavxanma endi buning xotini Husanyan qarab baqli, Jujamat qo'riqi hujum qilgan vaqtda bular Likuy buniki ota-onasi, insiz butun jamoatini qirbatdi. Faqat bir akisi qoldi, lekin bu akisiningmi hayot yoki o'lib ketganligi aniq emas. Oştaq Iqbal Asrning Husanyan Sungdanishni ot tutib, bu yak Wang Ying bilan to'y qilib, mushlar bilan bir apaq-chapaq bo'lib ketdi. Mush mardlikning yo'limi? Meshad yana bir qiziqish bor. Qarqul Likuy opsina kelganman vaqtingizda Sunjanglar buning mijoz xulqini bilib turib, nimish bir ikki odamni bilib qaytib qo'ymaydi. Nimish uzang yolg'iz ba deb o'lim tutpagandek ish qildi. O'ylab baqtinglarmi? Uning kayni buning opsini yo'lvas yeb ketgan vaqtning o'zida Likuy bu yerga 4 yo'lvasni o'ltirib atdi. Endi Likuy bularni o'ltirib etib yenib kelgan vaqtingizda Chogay Sunjanglar qarsak buni maqtaydi. Nemdep maqtaydi. Voy inim rast yaman mard azmatkansiz. Haqiqatan baturkansiz. 4 yo'lvasni o'ltirib etibsiz deb maqtaydi. Absolut kelsa qurig'ajak tortibdi degandek. Absolut kelsa kar yo'q. 4 yo'lvasni o'ltirib no chiqibsiz deb. Qaranglar. Mash mardlikning Allohning yo'limi. Yeni ba'zilar bu yerdagi Wusongning noit mard azmat deydi. Unda bo'lsa Wusongning yo'lvas o'ltagan vaqtidan boshlab qarab baqli. Wusongning yo'lvasni o'ltaganligi bir qahramonlikmi? Yo'q. Bu yerdagi navbat Wusong qaranglar shu yo'lvasni Yangon nashkilarga bir kelgan ofatga, mash ofat yo'qitib beray deb chiqib yo'lvasni maqsad uchun o'ltagan bo'lsa, mana azmat deydi. Biroq bu yo'lvasni xalqning gapiga ishonmay, men masma deb masligini uyushtirib po'chilik qilib taq chiqib qo'ydi. Shundan bilan bu jingang davomida chiqib ketdi, masyas yo'lvas kelib qoldi. Asli bu yo'lvasni Wusong quruq qo'l o'ltirmoqchimidan? Yo'q.
asli kaltak bilan urgan. Lekin men Vusun qo'rqib ketib, jiddiychilikda kaltakni tayoqqa urib olib, daraxtni g'ulib urib sunib ketdim. Shuning bilan amalsiz men taqobil tumsam meni yeb ketib deb yo'lbosdan jang qildim. Shu vaqtda Vusunda bo'lsa, qo'lida bir avtomat bo'lsa, etib vatdi yo'lbosini hargiz quruq qo'l o'ltamaydi. Shunami? Demak, bu yerda Vusun hargizmi quruq qo'l o'ltiraydi. Faqat shundoq bo'lib qoldi. Bu Vusunning botirligi. Haqiqatan qo'rqmay botirlik bilan qilgan ish. Lekin mardlik qahramonlikqa yotmaydi bu. Hamda bu yerda Vusunning Shiminchingning qisosog'ini qarab qisos soldi bu. Shunam faqatla bu yerda o'zini Vudalangni Panjilian bilan Wang Po bilan birlashib qasliganligini bilgachga qisos oldi. Hergizmi bu 105 vaqtidan batdi bu Shiminching. Buning gap so'zlarini anglagan shu vaqtida hergiz bu yerda Vusun Shiminching miyadagi haqni xotinni buzdigan, parvirdigan, boshqalar eskish qildigan guyga bu. Ama xalqning beshik afat yo'qday deb uyatga Shiminchingni urmadi billah. To'g'rimi ya? Endi Dongmishin dumbalig'ini texim shunda. Buni so'zlasa mazmun texim uzrab ketganda kaşçı bojanda oxirida pray buni. Demak, bularning hammasining shu lüşcheklardan ancha cho'ng farqi yo'q. Shundan emasmi? Bularning ichida xavqan atilgandan faqat bir 4-5 yil bor haqiqatan atalsi bo'lgan. Unda sizlarning ko'nglinglarda siz kimni haqiqiy xavqan Liangshan Guldiki deb o'ylaysizlar? Peygamchi qoldirib qo'yinglar. Rahmat.